Assalomu alaykum. Farzandingizga chiroyli, ma'noli va islomiy ism qo'ymoqchimisiz? Unda bu video aynan siz uchun. Oxirigacha ko'ring va eng chiroyli 20 ta o'g'il bolalarning islomiy ismlarini o'rganib oling. Muhammad maqtovga loyiq, eng ulug' payg'ambarimizning muborak ismi. Ahmad Allohning eng ko'p zikr qiluvchi ismi. Juda ham fazilatli ism. Ali yuksak, ulug' martabali, kuch va sharaf timsoli. Umar uzoq umr, hayotga baraka olib keluvchi ism. Yusuf Alloh ziyoda qilsin, go'zallik va sabr ramzi. Ibrohim payg'ambarlarning otasi, buyuk payg'ambarning ismi. Hasan kelishgan, yaxshi xulqli, poklikni anglatadi. Husayn chiroyli va mehribon, qalbga yaqin ism. Abdulloh Allohning bandasi, eng sevimli ismlardan biri. Zayd baraka, ko'payish, rizq va yaxshilik belgisi. Bilol namlik, hayot baxsh etuvchi sahobaning ismi. Hamza kuchli, jasur, mardlik ramzi. Imron obodlik, farovonlik ma'nosini beradi. Ismoil Alloh eshitdi, duolarni ijobat bo'lishining ramzi. Idris ilmli, donishmand payg'ambarning ismi. Nuh tinchlik, sabr va najot timsoli. Sulaymon tinchlik egasi, hikmatli podshoh va payg'ambar. Otabek ulug'bek, hurmat va yetakchilik ramzi. Samir suhbatdosh, yoqimli va mehribon inson. Amir rahbar, boshliq, shahzoda, kuchli shaxslarni anglatadi. Qaysi ism sizga ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.